Bugun hamma so'ragan makiyajimni sizlarga make-up tutorial qilib ko'rsatib beraman. Men qanaqadir vizajist yoki professional makiyajchi emasman. O'zim uchun o'zim qanaqa makiyaj qilsam, shuni ko'rsataman. Birinchi o'rinda namlab olish uchun lagomni shu namlaydigan kremidan foydalanib, yaxshigina yedirib massaj qilib olaman yuzimni. Makiyaj yaxshi yotishi uchun yuzni namlab olish eng muhimi. Ikkinchi o'rinda mana shu passiv fiksatorni olib, qoshimni yaxshilab fiksatsiya qilib olaman. Birinchi pastga taniyman yaxshilab. Ana undan keyin tepaga chiroyli qilib, o'zingizni qoshingizni formangizga moslab forma berib olasiz. Men forma berishga qiynalmayman, chunki terilgan tepaga pastga qilib chiroyli forma berib olaman. Keyin Estee Lauder tonalkasini ishlataman. Menga qanaqadir yoqadi, yuzimga yengil yotadi. Kistichkam qolmagani uchun shunaqa qildim. Yana ustimdan kulmanglar. Sponjik albatta nam bo'lishi shart va chiroyli qilib tonini rovna qilib hamma joyiga surib chiqishinglar kerak. Mana ko'rganingizdek rovna qilib yotqizib chiqdim yuzimga. Juda ham idealni turadi menga aynan shu tonalka. Aynan shu jiddiy rumyanani ishlataman. Kimga qanaqa qulay bo'lsa, men jiddiy rumyanalarni ishlatishni yaxshi ko'raman. Ikkita mana shunaqa ikki tarafimga tochka qilib olib, yaxshilab kistichkada yedirib chiroyli forma beraman. Bunga ham juda ham qizarib ketishi ham shart emas, bo'lmasam juda alyonushkadek bo'lib qoladi. Highlighterda aynan Rare Beauty'ning highlighterini ishlataman. Aynan sariqroq otteniga menda. Buni ham yuzimning formasiga moslab surib olaman, lekin juda ham ko'p surib olish kerak emas, chunki juda ham yaltiratib yuboradi. Video juda ham uzun bo'lib ketdi. Menga podpiska bosing, ertaga ikkinchi qismini qo'yaman.